yosh 2 oylikda aniqlashgan. Bolani oyog'i chiqqan, golovkasi yo'q. O'ng tomonlama chiqish kuchliroq bo'lgan, mana golovka yo'q 1 yosh 2 oylik bolada. Keyin shina taqishgan, 4 oy taqdinglar. Bunisini nechinchi oy taqishinglar? Yo faqat shuni taqyapsizlar? Faqat shuni. Sampi shina taqmadinglar, egarli shina. Ikkinchi rengingizni ko'rsating. Parafin, elektroforez, massaj oldinglar hammasini. D3 beryapsiz, to'g'rimi? Qarang, oysi. Golovka chiqqan, lekin mana bu quyuch kosalar tushmagan. Golovka 4 oylik bolaniki. To'g'ri, o'sibdi, o'smabdi emas, lekin 4 oylik bolaniki. Hozir necha? 1 yosh necha oylik? 6 oylik. 1 yosh 6 oylik mana. Golovka qanaqa? Mana bu yerda yana ham ko'rsatibdi mana. 4 oylik endi o'sib chiqqan bolaning golovkasi. Sizlar hali shinalarni taqasizlar, hali ko'p massaj olasizlar. Qanaqa D3 beryapsiz? Qarang, hamma narsa hamchi bu holatlarda faqat massajga, elektroforezga bog'liq emas. Bolangizni qoni kam bo'lishi mumkin, oqsil kam, fosfor, kalsiy, D3 kam bo'lsa ham o'smaydi.